Nechta? Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Navbatdagi kattalar uchun ulkan qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bir donadan like bosib qo'ysalaring, obzorini ko'rsatamiz. Eng chiroyli, eng baquvvat, sifatli temir qafaslar faqatgina biz kanaldan topasizlar. Qafasimiz mana roliklarda o'rnatdik, ko'rib turganlaringdek. Ranglari esa mana qo'ng'iz tilla rangdan bo'lgan. Akamizga zakazga tayyorladik. Buni Namangan viloyati Nesliga tayyorladik. Namanganga. Olgularidan artikalari juda ham chiroyli holatda, suv shimmaydigan PDF materiallarda, ichlari keng holatda. 35. Jami 35 dona arka shaklida uyalari bor hamda mana eng tepa qismida parlash xonalari mavjud. Mana chiroyli qilib tayyorlab qo'yilgan mana. Taglari paddon, odam kirsa ko'taradi. Qo'noqlari mana yetarli darajada tepada ham. Sirkalar ham to'nni qalin sirkadan foydalandik. Ichlari ham mana tekisladik, suv shimmaydigan silliq materiallardan bo'lgan. Qafasimiz eshiklari esa har doimgidek arka ko'rinishda keng holatda bo'lgan, oldida varishga qo'noqlari mavjud. Sifrosdan stiklaratlar tortganmiz. Yo'llari ham mana chiroyli kraskalar bo'lgan, suv shimmaydigan materiallar qo'yganmiz. Qafasimiz razmeri uzunligi 2,5 metr, yon tomoni esa 1,5 metr, balandligi 210-220 santimetrgacha yetib boradi. Qafasimizni undiramiz, bemalol murojaat qilib buyurtma qilishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat, hammaga salomat bo'ling.